bu koinotda yuz berayotgan ish harakatlardagi mukammallik mazkur ish harakatlarning jonsiz ham ongsiz sabablardan kelib chiqish ehtimolini qat'iy qabul qilmaydi. Chunki bu ish harakatlar shundoq mukammalki, jonsiz ham ongsiz sabablar u yoqda tursin, maxluqotlarning eng aqllisi bo'lgan insonningmi bu ish harakatlarni ishga oshirishga kuchi yetmaydi. Hatto mazkur ish harakatlardan ko'pinchisining tegiga yetanmaydi. Bu masalani texmo aniq tushunish uchun 3 misol olamiz va bu misollarda ish harakatlardagi mukammallik dalili ustida mulohiza yurgizamiz. Yegan narsani yutish insonning eng oddiy ish harakatlaridan biri hisoblanadi. Agar xohlasangiz, bu harakatning ishga eshish jarayoniga birlikda nazar silib boqaylik. Yutish jarayonida kichik til bilan yumshoq tanglay usti tarafga ko'tarilib, burun to'shikchisiga boradigan eg'izni etib oladi. Nafaslanish buningga inkas qaytirib darhol to'xtaydi. Shu vaqtning o'zida yutqunchoqdagi yana bir organ o'pkaga boradigan nafas yo'lining eg'izini etadi. Bu organlar yutilgan bir luqma tomoq yemak-ichmak naychisiga kirib bo'lgandan keyin asli holatiga qaytadi. Lekin bizning bu ishlarning hech biridan xabarimiz bo'lmaydi. Yutish jarayoni buninglik bilan oxirlashmaydi. Haqiqiy qiyin bosqich buningdan keyingi bosqichdir. Eg'izda qilib, undek chechilib ketgan ozuqliq moddalarini yutish favqulodda qiyindir. Bu qiyinchilikni hal qilish uchun oldi bilan parchalarni birlashtirib, belgilik cho'nglikda siliq holatga keltirish kerak. Buning uchun tilimizning ostiga o'rinlashtirilgan sho'lgay bezlari ishlab chiqargan suyuqliq eg'izga eqib tushadi. Sho'lgay bezlarining eng kichiklari bo'lgan 2-3 gram eg'irlikdagi til osti sho'lgay bezlari qo'yiq ham shilimshiq bir xil suyuqliq chiqaradi. Dal mushu suyuqliq parchalanib ketgan ozuqliq moddalarini bir-biriga yepishtirib, bir luqma holatiga akiladi. Ondan keyin mazkur luqmaning atrofi suyuqliq bilan siliqlashtiriladi. Yutish intayin qulay holatga kelgan bu luqmani dal mushu bosqichga kelganda yutishni boshlash bizning vazifamizdir. Qayta o'ylanib beqing. Inson eng oddiy bir ish harakat bo'lgan yutish harakatining faqat 100dan 1 parchasiga ega. U parcha bo'lsa yutishni boshlash. Navoda bu mukammal ish harakat Alloh taologa mansub qilinmasa, birinchi kichik tilga va yumshoq tanglayga burun to'shikchisiga boradigan yo'lning eg'izini etish buyrug'ini kim beradi? Biz bermaymiz. Undaqda bu buyruqni bergani kim? Ikkinchi, nafaslanish yutish jarayonidagi ish harakatlarga mos holda vaqtliq to'xtaydi. Bu sistemani kim loyihalagan? Bu sistemani loyihalagan zotning bizning ahvolimizni to'liq bilib, bizga mehr shafqat qilishi kerak. Allohdan boshqa bizning ahvolimizni to'liq biladigan, bizga mehr shafqat qiladigan va bu sistemani loyihalashga kuch yetadigan kim bor? Uchinchi, yutish harakatida nafas yo'lini boshqa bir organ etib oladi. Agar nafas yo'li etib etilmay, yutgan narsa nafas yo'liga kirib ketsa, buning oqibati o'lim bo'lishi mumkin. Biz uchun bu xatarning oldini olgani kim? To'rtinchi, tilimizning ostiga sho'lgay bezlarini o'rinlashtirgani kim? Beshinchi, agar bu ishni qilgani tilning o'zi bo'lsa, bu til ozuqlarni bir-biriga yepishtiradigan suyuqlikni ishlab chiqarishni kimdan o'rgangan? Oltinchi, inson ish harakatlariga ega bo'lib, bu ishlarni men o'z irodam bilan qilyapman deyolmaydi. Chunki uning eng oddiy ish harakatlardan biri bo'lgan yutish harakatidan xabari yo'q. Undaqda bizning tan qurilma mexanimizni bizning xabarimiz yo'q holatda biz uchun kamkutsiz bir shaklda harakatlantirayotgani ham bu hikmatlik ish harakatlarni uningga qildirayotgani kim? Ko'rib turayotganimizdek, yutishga o'xshash intayin oddiy bir ish harakatnimi Alloh taologa mansub qilmay turib tushundirgili bo'lmaydi-yu. Buningdanmi necha hassa murakkab nurg'un ish harakatlarni buningsiz qandoqmi tushundirgili bo'lsin.
Әмді ikkinchi misolimizga o'tayli. Hujayra pardasida yuz bergan mundaq hikmatlik bir harakatga nazar silib boqayli. O'simliklarning mineral moddalarni tanlab qabul qiladiganligi ko'plagan tadqiqotlar orqali isbotlangan. O'simliklarning shundaq moddalarni tanlashi uchun hujayra posti va devori alohida qurilmaga ega qilingan. Bu qurilma kerakli bo'lgan moddalarning o'simlik ichiga kirishiga yo'l qo'yib, ziyonli ham keraksiz moddalarning kirishiga yo'l qo'ymaydi. Xuddi bir tantarbiya maydoniga kirish uchun ishik tuviga to'plashib olgan insonlarga o'xshash xilma-xil moddalarni o'simlikning ichiga kirish uchun to'plashib oladi. Ammo ichiga kirish uchun hujayra postiga bir bilet ko'stib ruxsat elishi kerak. Agar minerallar o'zlari xohlagancha o'simlikka kirib chiqa oladigan ish bo'lsa edi, bu ahvol o'simliklarning o'limi bo'ladi. Har bir tur o'simlik o'z qurilmasiga qarab, ehtiyojli bo'lgan moddalarni tanlab qabul qiladigan alohidalikka ega holatda yaratilgan. O'simliklarning o'xshamagan bosqich va fasllarda hamda o'xshamagan muhitlarda mineral moddalarni tanlash farqi bor. Amdi biz o'zimiz bilan hujayra posta orasida bir selishtirish elib boraylik. Biz insonlar maxluqotning eng aqllisi hisoblanamiz. Aql bizda, ilm bizda, irfon bizda. Shundaqdimi kundalik oziqlik ehtiyojimizning nimaligini, bu ehtiyojimizni eng mukammal shaklda qaysi oziqlardan qamdishimiz kerakligini va qanchalik miqdorda iste'mol qilishimiz kerakligini bilmaymiz. Bu haqda ma'lumotga ega bo'lishimiz uchun oziqshunos yoki doktor bo'lishimiz va buning uchun necha 10 yil maktabda o'qishimiz kerak. Halbuki hujayra posti hech qanday maktabga bormagan turib, xuddi bir oziqshunosga o'xshash xizmat qilmoqda hamda o'simliklarga kerakli bo'lgan minerallarning o'tishiga yo'l qo'yib, boshqalarini cheklamoqda. Endi so'rab boqayli, ajaba bu ishning haqiqiy ishga oshiruvchisi hujayra postimi yoki parda oqsida bu ishlarni boshqarib turayotgan hikmat sohibi bir zot bormi? Endi 3-misolimizga kelayli. Insonda 60 ming biologiyalik alohidilik bor. Boshqacha aytsak, 60 ming raqamdan tarkib topgan bir shifrga o'xshatsaqmi bo'ladi. Chechining tuklaridan tortib, ko'zining rangiga qadar hamma narsa mushu shifrga kodlangan. Bu 60 ming shifrning 30 mingi ona hujayrasida mavjud. Lekin shifrlar 4, 45, 143, 34657 degandek rassiz holatda. Kam qolgan raqamlar ota hujayrasi orqali to'liqlanadi. Ammo otida 250 million ma'ni hujayrasi bor. Ona hujayrasi osho 250 million ma'ni hujayrasi ichidan o'zida kam bo'lgan nomerdagi hujayralarni tepishi va uni nihoyat qisqa vaqt ichida ishga oshirishi kerak. Chunki mazkur hujayralarning yashash vaqti ancha uzun emas. Agar xohlasangiz, buni bir oz konkretlashtiraylik. Bizga birdan tortib 60 minggacha bo'lgan xilma-xil sonlardan tarkib topgan 30 ming dona raqamli kartoshka berilsa va oldimizga 250 million dona konvert qo'yilib, qo'lingizda bor bo'lgan kartoshkalardagi kam nomerlar mushu konvertlarning biridagi nomerlar orqali to'liqlanadi. Shunga siz konvertlarga bir-birlab qarab chiqib, kam nomerlaringizni to'liqlaydigan konvertlarni tepib oling desa, ajaba biz bu ishni qila olamdiq? Qila olgan taqdirda qancha yilda qila olaydik? Halbuki bir tuxumdan buni bir necha soat ichida tamomlab bo'ladi. Natijada changlishish maydonga kelib, bir jonliq operida bo'ladi. Ajaba bu mo'jiza xarakterlik ishni Allohdan boshqa biri ishga oshira oladimi? Yoki Alloh inkor qilinsa, bu harakatni qandoq tushundirish mumkin? Biz bu dalilda harakatlardagi mukammallikning Alloh taolaning borligini isbotlaydiganligini dalillashga tirishdik va buning uchun faqat oddiygina 3 misol oldik. Bu oddiygina 3 misolmi shuni isbotladiki, bu kamkutsiz harakatlarni Allohga mansub qilmay turib tushuntirish asla mumkin emas.
Chunki bu ish harakatlarni Allohdan boshqa biri ishga oshirolmaydi. Endi sizlar bu olamda yuz berayotgan boshqa ish harakatlarni mushu 3 ishga selishtirib beqinglar. Ondan bunu savolning javobini o'ylanib beqinglar. Shunchavala hikmatlik ham kamkutsiz ish harakatlarning haqiqiy ishga oshirg'uvchisi ekanligini da'vo qila oladigan Allohdan boshqa kim bor?